Paralimpiya o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritgan Yorqinbek Odilovga bugun hamma havas bilan qaramoqda. Ayniqsa, uning onasi butun O'zbekiston onalarining havasidagi, hurmat va e'tiboridagi insonga aylandi. O'stirib, ulg'aytirgan farzanding ona vatanga ulkan dovrug' ulashsa, millat faxriga, g'ururiga aylansa, elu yurt va davlat rahbarining e'tirofiga, tahsiniga sazovor bo'lsa, onalar uchun qanday sharaf bu. Chempionning onasi quloqqa juda yoqimli eshitiladigan bunday ta'rifni xohlamaydigan ona bo'lmasa kerak. Lekin birgina xohish, istak bilan murodga yetib bo'lganida edi. Bunday maqomga erishishni istagan ona sportchi o'g'li yoki qizi bilan sportning mashaqqatli yo'llarida qadam-ba-qadam odimlashi, g'alaba nashidasini ham, mag'lubiyat alamini ham u bilan birga totishi, olis yurtlarga, bellashuvlarga ketganida yuragiga tosh solib, yo'liga ko'z tikishi, bir so'z bilan aytganda sport odami bo'lishi kerak. Bu esa hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Bu har bitta onani farzandini orqasidan rahmatnoma eshitish, bu har bitta onani orzusi bo'lsa kerak deyman. Men O'zbekiston desam ham adashaman, dunyodagi eng baxtli onalar qatoridaman desam adashmayman. Juda ham baxtliman. Nimaiki qilgan bo'lsak, qancha qiyinchilik ko'rgan bo'lsak, mayli farzandim yuyapti, Allohga shukr. Bolam qiyinchiliklarini Alloh juda katta mukofot bilan mukofotlab berdilar. Kelinim sabr qanoatlik, boriga ham, yo'g'iga ham chidaydigan, sabr qanoatlik, sabr matonatlik. Shunaqangi bir Xudo ulug' qilgan mana shunday tabarruk inson. O'sha oilamiz uchun juda bir og'ir kun bo'lganlarida o'sha joyda farzandim deb bag'larida mahkam quchoqlab qilgan duolari ijobatini deymizmi, mana bugun men Paralimpiya o'yinlari chempioni bo'lib turibman. Onam bir so'z bilan aytganda men dunyoyim. Shu insonlar uchun mana men yashab yuribman. Men uchun ham ular yashaydi. Bizni gullab yashagan vaqtlarimizni ko'rib, ular ham xursand bo'lishadi. Biz ularning yuzlaridagi quvonchlari uchun harakat qilamiz. Oilada 3 ta farzand bo'lsa ham, hammamizni birdek ko'rib, birdek mehr berganlar, hammamiz uchun eng aziz inson shu onajonimiz bo'ladi.